Assalomu alaykum, kanalimizga kuzatib obunachilar. Bugun mana enibdi pechkamiz tayyor bo'ldi. Zakaz asosida. Xo'p, Namangan viloyatiga Chortoq tumaniga bo'ldi. Bu hozir bizning eng kichkina razmerdagi hammom pechkamiz. Hammom pechkamiz uzuni 70, bo'yi bilan eni 40 ga 40 razmerda. Polni 4 litrda bo'lgan. Suv idishashi 50 litrlik temir bokimiz, nerjivek emas, mana rangiga qarab nerjivek deb o'ylab olishinglar mumkin. Bu asha o'zini nerjivek shaklida kumush pudrasi bo'ladi. Shunaqa sepib beramiz. Bu ham vaqtinchalik zarar etmaslikka xizmat qiladigan narsa. Suv bokining qalinligi 2 mm da. Pechkamiz hozir dastavkaga chiqib ketyapti. Pechkamizning hozirgi kundagi tan narxi 1,5 million so'm, xuddi shu turishida, boshqa hech qanaqa qo'shimchasi yo'q. O'sha o'txona, kulxona. Xo'p, bu suv bokimiz ajraydi. Bunga svarka qilinmagan. Uraladi, yana xohlagan tomoniga o'zgartirsa bo'ladi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Ekranalarni qoldirib qo'yamiz.